Futbolda shunday futbolchilar bo'ladiki, ular mag'lub bo'lsa ham tarixda qoladi. Ammo Ronaldo u faqat tarixda qolishni emas, tarix yozishni xohlaydi. Yillar o'tdi. Klublar almashdi. Odamlar Ronaldo tugadi, deyishni boshlashdi. Lekin afsonalar tugamaydi. Kecha oqshom Saudiya osmoni ostida Ronaldo nihoyat Al-Nasr bilan chempionlik kubogini boshi uzra ko'tardi. Va eng qizigi, bu oddiy kubok emas edi. Bu sabrning mukofoti edi. Qarang uning ko'zlariga. Bu oddiy quvonch emas. Bu yillar davomida yigilgan bosimning chiqishi. Bu tanqidchilarga javob. Bu men hali ham shu yerdaman degan hayqiriq. Minglab muxlislar stadionda "Suu" deb qichqirayotgan paytda Ronaldo kubokni bagriga bosib turardi. Balki o'sha soniyada u Manchesterdagi tunlarni, Madriddagi oltin davrni va Yevropadagi barcha janglarni eslagandir. Ko'pchilik uni tugadi dedi. Ammo sher qarimaydi. Sher faqat jim turadi va kerakli vaqtda yana hujum qiladi. Ronaldo yana chempion. Va endi savol, bu Ronaldoning oxirgi buyuk trofeyimi? Yoki u hali bizni yana hayratda qoldiradimi?